yana bir marta hamkorlarimga qoidangizni ro'kach qilmoqchi bo'lsangiz, yo meni, yo hamkoringni tanla deya ularga shart qo'ysangiz, sizni 7 bo'lakka bo'laklab 7 ta tepalikka ko'maman. Qandaydir e'tirozingiz bormi? Yo haliyam mamnunmisiz? Bugundan boshlab aytgan har gapingiz uchun munosib javob olasiz. Bunga ko'nikasizmi yoki yo'qmi? Bu sizlarga yoqadimi, yoqmaydimi? Farqi yo'q. Bilib qo'ying. Bundan keyin to'g'ri ishingizni ham, egri ishingizni ham javobsiz qoldirmayman.